uchun odamlar bu darajaga boradi deb o'ylamagandim. Voqea Amerikaning Oakland shtatining 50-avenyusida sodir bo'lgan. O'sha kuni Monika ismli bu ayol eshigini kutilmagan mehmon taqillatganini eshitdi. Eshikni ochganida esa 52 yoshli Stivi Olmanni, ya'ni qo'shnisini ko'rib, hayratdan qotib qoldi. Chunki Stivining yuzi va boshqa tana qismlari kuyib ketgan va u yolvorib yordam berishini so'rayotgan edi. Bu vaqt Stivining uyi ko'chaning narigi tarafida kuchli darajada yonayotgan ekan. Keyin Monika shu zahoti hamma favqulodda holat xizmatlariga qo'ng'iroq qilib, ularni yordamga chaqirdi. Stivini esa kasalxonaga olib ketishlaridan oldin politsiya undan biroz ko'rsatma olishga ulgurishibdi. Uni aytishiga ko'ra, uy o'z-o'zidan yonib ketmagan. Umuman olganda bu uydagi ikkinchi yong'in ekan. Birinchi yong'in bundan 2 hafta oldin sodir bo'lib, unda faqat kimdir benzin quyib yuborganligi uchun basseyn yonib ketgan va hech kim jabr ko'rmagan ekan. Eng qizig'i, bu ayol o'sha yerda yashovchi odamlar va prokurorning aytishicha 52 yil davomida shu yerda aynan o'sha uyda yashab kelgan va hech qachon qonunbuzarlik sodir etmagan. Shu sababli uni hech qanaqa dushmanlari ham bo'lmagan ekan. Bundan tashqari, u o'zi yashagan joyga doim foydasi tegishi uchun har qanaqa ishlarni qilib kelgan ekan. Masalan, uyi yaqinida narkodillerlar giyohvand moddalarni olib sotayotganini ko'rsa, uni suratga olib politsiyaga topshirib turar ekan va aynan Stivining mana shu faoliyati tufayli narkodillerlar uni uyi bilan yoqib yuborishmoqchi bo'lgan deb keyinchalik kasalxonada Stivi ko'rsatma bergan. Chunki Stivining aytishiga ko'ra, u uyda yotganida yong'in bir nechta odamlar yonib turgan shisha idishlarni ichkaridagi xonalarga otganidan keyin boshlangan ekan. Lekin eng qizig'i, detektivlar uyni ko'zdan kechirishganlarida benzinli shisha idishlar faqatgina uyning tashqari qismidan topilgan, lekin Stivi buni teskarisini tasdiqlagan edi. Bundan tashqari, Oakland shtatidagi narkodillerlar muammolarni hal qilish uchun uyni yoqib boshini og'ritib o'tirgandan ko'ra, shunchaki oddiy yo'l bilan ishni yopib yuborishar ekan. Bu ham yetmaganidek, yong'inda qolgan odamni ko'proq tanasini orqa tomonida kuyish holatlari uchrasa, Stivini asosan tanasini oldingi qismi kuygan ekan. Bu hamma ishoralar detektivlarga juda ham shubhali ko'rinib, yong'indan 2 hafta o'tgach Stivining uyini boshdan oyoq ko'zdan kechirishga borishibdi. U yerda aniqlangan narsalar esa Oakland politsiyasining tajribasida uchragan eng dahshatli holatlardan biri bo'lib qolibdi. Agar sizga ham voqeaning davomi qiziq bo'lsa, o'zingizning fikringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha